Hammaga salom do'stlar. Men qaytdim. 4 kundan beri video chiqara olmadim. Sababi telefonimda muammolar yuzaga keldi. Akkauntimni yo'qotib qo'yishimga sal qoldi. YouTube akkauntim, mana shu sizlar kuzatayotgan akkauntni yo'qotib qo'yishimga sal qoldi. Keyin esa mana to'g'rilatdim telefonimni va endi shu davom etamiz video chiqarishni. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Videolar chiqaveradi. Xo'sh, shunday qilib, endi bugungi videodan maqsad biz hozir mana Xvichani tushirib qo'yaylik hamda Husanovni tushirib qo'yamiz maydonga. Mana shu yerda tursin. Xvicha, Kvaratskhelia hamda Husanovni kuchaytiramiz. Xo'sh, faqat fizika beramiz, boshqa iloji yo'q. Xo'sh, Husanovni staminasiga tushdi va Xvichani staminasiga tushdi. Endi esa ikkitaliklarni bosaveramiz. Yaxshi. Yana bitta bosamiz. Xvichani menga nimasi yoqadi aytaymi? Xvicha chunki ikkala oyoqdan tepish yoqadi menga. Zo'r, yaxshi-da shunisi. Xvicha ikkita oyoqda ham tepishi juda zo'rda. Xvicha 92, Husanov 86 bo'ldi. Ikkalasiga ham yana ikkita daraja yetishmayapti. 4 ta ko'k kuchaytirish kerak ekan. Yetadi olmoslarimiz. Menimcha Xvicha yaxshi kuchaymaydi u. Formus berib o'ynataveramiz. Lekin Husanov 4 ta o'sib chiqsa chopga bo'lardi. O'zbek o'g'lon. Husanovda tezlik tezlanishlaridan 100 chiqardik. Ikkita narsasi qoldi. Brace Road tushyapti, Brace Road. Sizlar 3 tadan kuchayadi, to'g'ri 3 tadan kuchayadi. Bo'ldi, menimcha Xvicha full bo'ladimi desam, yo'q, hali beri full bo'lmadi Husanov. Xvichani ikkita narsasi 90, 3 ta narsasi 99 o'q. Bitta ikkitalik bersam full o'qiladi. Full o'qiladi. Ikkitalik berib qolamiz. Yo'q, Husanov full bo'ladi lekin. Nima 08 dan qo'shdimi hozir? Yo'q, Xvicha. Sal omad yetishmayapti Xvichaga, mayli. Husanov esa 400 chiqadi va full bo'ladi hozir. Full bo'lmas ekan Husanov haligacha. 400 tepadan chiqdi, yaxshigina kuchaydi Husanov. Va pasiga beramiz. Taklingga tush. Yo'q, udariga tushdi. Pas. Bu taklingga 83 bo'ldi. Kontrol bilan full bo'lyapti. Husanov ajoyib tarzda full bo'ldi. Xvichadan farqli o'rinroq Husanov yaxshiroq full bo'ldi. Lekin Xvichaga hozir bilasizlarmi, mana bunaqa bersak bor-ku. Mana bunaqa berib yuborsak bor-ku Xvichaga. Xo'sh, qanday ko'rinishga yetarkan Xvicha hozir? Salkam 500 ekan Xvicha. Yaxshi. Xvicha ham Husanov ham yaxshi kuchaydi, lekin Xvichaga omad yetishmadi. Nima deysizlar? Messi bilan Husanovni kuchaytirish uchun Xvichani sotib olgandim o'zi. Xvicha o'rtada svyazkani bog'lab turish kerak edi. Messidan 300, mana Husanovdan 400 chiqdi, lekin Xvichadan chiqmay qoldi, bilasizlar. 99, 99, 99, 98 bo'lib qoldi. 4 ta darajasidan 100 chiqishi mumkin edi, lekin bo'lmay qoldi. Xvicha. Mana shu 4 ta narsasidan chiqish kerak edi. 99 olsin. Qaranglarda, alam qildi. Lekin ajoyib kuchayishlar bo'ldi. From bosib berib o'ynataverasizlar. Klan ustida muammo yo'q hozircha. Chunki o'zbeklarning klaniga ulandim, ko'rishingiz mumkin. Hamma o'zbeklar Alfa Bravodan tashqari. Hamma o'zbeklar короче. O'zbeklarning klaniga ulanib oldim. Bu yerda shartlari bor endi. 10 kunda
qanchadir yig'ish kerak degan shart qo'yiladi. Lekin men ham yaqinda klan ochmoqchiman. Buning uchun birinchi navbatda Telegram kanal ochishim kerak. Obunachim 200 ta bo'lsa, Telegram kanal ochib olsam ham bo'ladi menimcha. Yoki 1000 ta bo'lishim kerakmi? Yoki Telegram kanal ochsak hamda Telegram kanalda shunday klanlar xususidagi Telegram kanal ochamiz. Menimcha klanda muammosi borlar juda ko'pdir. Ya'ni 10 million yig'adigan klan topa olishmaydi ko'plar. Menda esa mana bor. 10 million yig'a oladi bemalol. Va bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr.